Otonni avolab. Amin. Hozirga tajam bo'ladi bu ham. Bunga kimni chorvaga yaxshi qarasa, Xudo kam qilmaydi. Shu insonga ham Alloh omadini bersin, hammalaringga. Amin. Ishlaringga, kasb-korlaringga baraka, xonadonlaringga baraka, topganlaring, to'ylaringiz onasining vaqtiga tinch bo'lsin. Hamisha nimaiki yaxshi gapirsa Alloh o'zi bersin, baquvvat iymon bersin. Go'zal farovon umr, ibodat umrlar bersin. Umringizga rizqingizga Alloh baraka bersin. Barakalarimiz baraka, yaxshi niyatlarim oliy bo'lsa bizga yaxshi kunlarga, xullaslar yaxshi kunlarga ishlatishlariga nasib qilsin. Alloh rozi bo'ladigan ishda bo'lishni nasib qilsin. Alloh oydada mo bergan pullaringiz salkam 500 millionga yaqin pulingiz olibman. Nechta mol berdingiz Hoji tog'aga? Soniga 25 dona. Ena bolalarning hisobiga 15 ta. 11 tasi sigir, 4 tasi bo'g'oz. Tog'am Toshkentlarga borib shu videolarda mollarni ko'rib, oxiriga kelib maktab ochiq yorug'likda beryapman. Tog'a, xudo xolasa mendan mol olganingizdan bir chinki yengildan xursandmisiz? Oxirgi molga to'liq sig'may qoldim. Boring baraka. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Sizlar bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. O mash kelishi Toshkentdan kelyapti. Davlat berdi buni bola. O'g'lim ko'p gaplashishlarga mashinada kelyapti. Agar biz obunachi. Aka davlat berdi. Harakatli qilsa. Obunachiga bitta mol. Gap yo'q, nima? Hoji tog'a dangallik qildimi rostdan? Mingta sigir olayotganda ming sigirdan sotaysiz. Maqsadchi davlat berdi. Bir Abdurasul degan akamiz bo'lardi mana bu yerda. O'tib ketdi. Dangallikka xolos. Yavnadimi? Ben sizga gapaman, sizga dastlab ham menda. Shuncha mol olgan bo'lsam, aka, bir marta oldin qaytib bo'lganmi? Shu vaqtgacha, yo, bor gapni sotganman-da, misol uchun soni yo'q bo'lsa kerak sotganman. Molni mo'ni menga yering deganingizni bo'yini berganman. Pullalarni to'g'ri mardlikka savdo qilib olgansiz bu joyda. Lekin birorta molni bir chipalik mol bermaganman-da. O'shancha kelyapti. Yo'q, to'g'ri to'g'ri. YouTube'dan oldingi holatda bozorlarda ham mol berganman. 5 million. O'zingiz mardligingiz qolmabdi sizni. O'zingizga yarashganda qarab so'raysiz. Bering. O'z mardlik boravering. Mana shu savdosi bo'ladi. Nech pul bo'ldi? Aka, meni qo'lingizdan kelib turing. Molim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi yemib qo'ysa, yo'talib tushkursa mol meniki. Menikida 25 litr sut beryapti. Olib borsangiz 20 litr sut bersa ham siz rizqingiz. 30 litrga chiqarib olsangiz ham siz rizqingiz. Eski tancha deb sotaman. Oxirimda sinab bera olmasam, ertaga sinab bera olmasam, bepul beraman. Tilimga javob oldindan keyin ham. O'sha Assalom tog'ani o'g'lima. Gapdan qaytish yo'q. Men bergan pulingiz bola chaqamga buyursinmi? Mashimoldan 1000 so'm pul olmay olib ketasiz. Sinab yoqqandan keyin pulni berasiz. Sotdim sizga, boring baraka. Yettinchi bola o'sha ekan. Soni qolmadi 10 dan ziyod. Akam uyda mollari ham o'zidan olgan mollarni bor, hozirgacha olgan mollardan 5 yil 6 yil haqidagillarda ham 3 ta molni sotganim yo'q deb boqyapman deb. Shuning uchun mana shu molni berdim, o'zim dehqonchilik to'ldirgan molaman mana. Xo'jaga. 100 ming daga tomon beraman aytganman. Maqsadda beparada tanish bilishga xolos, xo'jaga. Sabab mollarim bexijolat. Olib bor bir marta soqqan odam ertaman pulini ko'tarishingda deb turgan bo'ladi, xudo xolasa. Barakasini oxirgi manikidan ham ko'payib ketsin. Boring baraka. Mana zo'rachlar. 11 ta molimiz xudo xolasa savdosi bo'lyapti. Mana 100 million so'rashyapti. Aytilgan narxlari 368 million xudo xolasa kelishiladi. 11 tasi optim. Ko'zingiz ketasiz, olasiz, xafa bo'lmayman mana. Xo'p, siz ham so'rayapsiz, men ham chimdan aytyapman. Bering tavakkal Alloh beradi. Hop, 360 million, 5 million ham bas. 330 million, 340 million ham bas. 355 million bo'lsa, dastlabkasi ham arg'amsi ham mendan o'tayotganda, har bitta o'tayotganda 10 milliondan o'tyapman. 1 milliondan o'tayotganim yo'q hozirda. Sizni o'zingiz mardligingizga xolos. 30 million qo'shib bering. Yo'q, to'g'ri, uni o'zimiz olib ketaveramiz. Yo'q, unaqalarni o'zim olib ketaman, sizdan orttirib beraman hozirda. Sabab ehtiyot qilib olib borib beraman. Yo'q, bitta narsa bor. Qo'llarini. Alloh Xudo barakasini bersin. Yaxshi niyatlar bo'lyapti endi bu narsani. To'lajon,
Çünkü biz minglab qilamiz. Oshna, ama hech kimga unaqa mard deyilmaganman. Haqiqiy. 330 ga 10 bitta mana bu odamni o'zini anaqasi yo'qdi xolos. Mana bu bolalar so'raganda ham 365 dan ham yermasdi. Mana shu odamni o'zini mardligiga sotaman xolos men ham. Ali tandilikka. Men qarang. 330 ga bering. 330 millionga tam puli ham bo'lmaydi. Qo'ltim olyapman. Boya tavakkal. Lekin katta qo'y suv. Hamma Allohga tavakkal. Allohga lekin yaxshi bo'ling. Men qarang. Boshqa 10 bitta odamni uyga do'stim. Davlat aka. mana bitta gap gapiryapti. Bering endi. Bu 10 bitta molni olayotgan otangizga ming rahmat. Buni 10 bitta odam bilan emas, 1100 odam bilan gaplashib o'taman. Sabab bunisi shuning uchun to'g'ri 380 millionga sotib qo'yishim mumkindir. Lekin 15 million 20 million rasxod qilib uni uyga olib bortirib yakka-yakka olib bortirib beraman. Eshitib turing, nazarimdan shuni gapirib olaman. Barcha kattasi haqsiz. Shuning uchun men sizga aytyapman 393 million aytilgan molda aytilishida 365 million aytdim sizga. Optimal aytganingizda. Keyin bu dodingiz mart so'rayingiz ham 330 million so'radingiz, yana 10 millionni tashlab beray deyapman. 355 millionga dastlabki ham arg'amchi ham hech narsa olgan nomard. Olib bortirib berish. Boshda siz ham qo'shib yuboring shatadan galli qilib. Kichkinalarning mo'lini almashtiraylik davlat aka. Bo'ldi, narx qo'shilib qoladi, bo'laveradi. Mana jinni yoshi kattaroq ekan. Qaysini? Mana kichkina Bu bo'zay to'laydiganmi? erkagi ham zo'r. Mana bo'zayni ko'rsatdi. Bunda qanaqa qanaqa bo'lsa aka narxi? Yo'q, 330 ga bering. Yo'qmi 330 millionga ziyon qiladi. Ziyon qiladi. Aka, qirg'iz puliga Akalar 10 bittasi savdo bo'lyapti. 330 millionga agar tam puli ham bo'lmay, to'ldirgan ham tam pulni bo'lsa ham sotaman. Bolasini olib chiqyapti onasi. Yo'q, gap yo'q sizni, hamma gapingiz. Gaplaringiz gapi ishlayapti. Kimchani savdo qilish ha? Mardligingizga xolos. Bitta narsani berasiz, oldik. Samarqand oldik. Qo'shavermaysiz. Sizga xursandmiz, bor baraka. Bering endi aka. Qancha qo'shadi bor. Murodjon, Bor baraka. kelishtiring. Yo'q, Bering, 355 dan mahkamga sotsam to'g'ri kelmaydi. Unaqa Mana demang. odam uchun sotyapman xolos. Bering, menga qarang unaqa. Boshqa qo'shilar endi. Bizda ko'pchilik aytganda bitta o'zimni qilyapman. Shunday emaslar-ku. Mo'lar ham sizlar tomonga o'tyapti, blogerlar ham to'g'ri-to'g'ri ketdi. Hayotdan ham ketdi. Bering aka. Mana ustoz molingiz yo'q bo'lsa, yana bir xildagi molga telefonlashamiz, yana turib dab ketamiz. Keling, xursandmisiz? Pulni olib keldik. 355 millionga Yo'q, xursandchilik 335 millionga xursand bo'ldik. Ikkiz Innurullo aka tog'oladi. O'shancha beryapman. O'shancha beryapman. Nima demang endi? Bunaqasidan minglab mol sotaman xudo xohlasa shu odamga. Bo'ldi, Murodjon, tog'a, siz aytasiz. U xaridorda bitta gapi, sizni mingta gapingiz. Kelishtiring. Mardlik qilyapman. Bering. Videoga olib turinglar, eshitib turinglar. Hech qayerda bo'lmagan 43 million o'tib berish Hindistonda ham bo'lmagan o'zi aslida. Shoshilmay turinglar. 350 millionga butun odam ekansiz, butunlikka oldingizmi? Yarim taki, barim takisini ham kechdim. 35 ga bering. Yo'q, ama undan ag'iga narsa deyolmas ekan. 45 ga ham, yo'q 45 ga ham bera olmayman ama. Mardlikka gapirdim xolos. Videoga olib turishgan uchun. Sizga xursandmisiz? Mardlikka 350 millionga o'zingiz sotdim. Qo'sh tog'am o'zini bosgan agar rosa. Bitta peliz yoqyapti, bitta peliz yoqyapti, aytaymi? Ha? Apamni molim sotishga emas. Men dadam rahmalimni qo'yin deganimda qo'ch onangiz sizga dirdi-da. Men o'zimga qarab turdim. Videoga olayotgan bo'lsa, dadam anaqa pexilli odam bo'lgan. Shuning uchun aytayapman, ashi mardligingiz yoqyapti xolos. Bering yo'q, Menga sotdim. xursand bilan. Ammo 43 million shilling o'tib bermaganman. Unaqa. Yo'q, har bitta molimdan 4 milliondan o'tib berayotgan bo'lyapman optimligiga. Xursand beraverasiz. Davlatjon, Yana bitta ikkita sotingiz. Siz o'zingiz Yo'q, 43 million pul o'tib beryapman sodasidan. Sizga Alloh bersin menga 150 millionga siz hammamizga bering. Yo'q, unaqa demang. Yo'qmi? Yo'q, Dada, mardligingizga xolos. Mardligingizga xolos. men bu Davlat aka unda oshib bizga. xursandmisiz? Siz yo'lingizni bersa hammamizga. Xursandmisiz? Mardlikka oling. Bering endi 335 ga. Yo'qmi 35 ga sotalmayman, minorida. Unaqa demang endi. Hoy dada. Sen Yo'q, ko'rmayapman. mash qadam, mashaka shuni sizga sotmagan nomard. Gap yo'q. Oldik qadamni. Davlatbek qo'limni 5 oyda to'g'ri. 43 million tashlab beryapman. Qaraman odam unaqa Siz bo'lmaydi. qattiqlik sizga yarashmayapti. Men polesdan yemanku, shart gapiring. Yo, bo'ldi 35 ga Samchon tezda xursandmisiz? qoladigan 15 million pul talashyapsiz. Yo, unaqa desangiz bo'lmaydi. Bu Mardlikka. demang. Sizga ham gap so'z yo'q, mana shuncha hayvon sotyapti. Xirmonlikka xolos. Ulgurji olayotganga ham mana So'nda qo'lingiz so'radi. Bering. 50 ta odamga ahmoq bo'lmaslik uchun sotyapman shu odamga. Achinga bering. Bering Hoy endi. dada, oling.
Biz ham hammamiz chorvada yurgan odammiz. Aslida siz qadringiz yetadi. Rahmat. Aka, mashincha molimni olib chiqib turib, baravariga pul sanab berayotganda otasiga men rahmat, unisiga molim olsa ham olmasa ham so'rab qilganda otasiga rahmat. Uni mingtadan bitta odam oladi. Bering Davlatjon. Oshna so'ragan bilib, ziyon qilyapti, ham puli ham bo'lmayapti, Nurulloz. Hammasini o'zing tushunay puli. Yana olamiz deb. Hoshda siz ham qo'shing, bag'am tushsin, kelishtirib beringlar, kelishinglar. Yo'q, ama kamiga bermayman. Ha, bermayman nima, bermayman deyish u bozorda bo'ladi, bu yerda bo'lmaydi. Gapiring. Martda gapiring sotdim. Qancha gapiring? Gapiring Hoji tog'a siz ham. Tutganda sotaman. Endi bunday bo'lardi, o'zi bitta gapiradi, bersangiz o'zi olmaydi. 340 beramiz, o'zi olib turib berasiz mol. Kelishdingmi? Oldim sizga. Bor baraka. Mana akalar, hurmatli obunachilar, mana 11 ta molimiz baraka top bo'ldi. Mana kattasi yoki kichkinasidan tortib 11 tasi qo'yiq suyuq 240 million so'mga baraka top bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin. 11 tasiga sizga berdim. Onlarim yemasa, ichmasa, yetsa, ussa, o'zini o'zi yeb qo'ysa, yo'talib tushirsa, maniki. Sutini qancha rislantirsangiz, o'shanchalik ris qoladi. Sut oxirizga bog'liq. Xursandchilik bilan olib bo'lsa ham yaxshi kunga yursinmi? Ozmi ko'pmi boqqaningizga foydalanasiz. Kasal bo'lsa-chi? Kasal o'zi muammosi o'zi mashina borib olib keladi. Gap. 15 kun ichida Baraka topinglar. Sizlar hammanglar baraka topinglar. Andijondan buloq olib ketdim. Andijon buloq bosh. Yo'q, bilmayman. 135 million. Bitta ta'til beraman, Men unaqa savdo qilmaydi biro. Men bitta narsani to'g'ri aytaman. Hop, men ham gapirib olay. Qo'lidan ish qilaman, qo'lidan ishlamayman. Hop, men ham gapirib olaman. Gapirdingiz o'zida. Qanchalikka xolos boshqa odamga, ammo tanga kamiga ham 160 dan pastga 170 ga emas, 160 dan kamiga sotmayman. Siz 15 million so'm qo'shib so'ragan bo'lsangiz, sizning mardligingizga men ham 15 million so'm o'tdim, 155 million so'mga olib borib berishim ham mendan. Boshdan o'zingiz mardligingizga so'raysiz. Sizlar tomosha qilib maza qilyapsiz-ku. Men 15 million qo'shib yubordi Davlatbek bering. yana keyin olib ketaman bir o'nta. 5 milliondan qo'shsangiz bo'lmaydi mana shuni. Yo'q, men endi Ha, qo'shingchi akani gapini oling. Yaxshi 15 million. beravering. Yo'q, siz yutkizmaysiz aynan. Mardlik qilgan men mardga. Boshlig'i, Buncha pulni sizga birov tashlab ketmaydi hozir. Bozorda bunaqa pul yo'q. bunchalik molni qilib berolmaydi, hamag'ini ham aytdi. Aslida Sabab bitta gap aytdim. Berigin. Mana motor molam, ha? Yo'qmay qolsa. yo'q, Molni aytyapman sizga, ikkita molni xizmatini har bittasi bittadan molni ustini bermasa ham aytaverasiz. Avvalo Xudo rizqlantiruvchi Xudo. Lekin men sizga aytyapman, 10 yil molim qarib qoldi deyman, 5 million pul deb qaraydigan mollar emas. O'z asli. Sababki mollarning go'dayligi go'day, eng qiziq joyi. Bittadan tuqqan mollar. Avvalo Xudoda bitta narsa bor, siz Hop, buni olib keldim, men keldim. Deb turib eshitib turing. Birov 20 million bitta 150 million bering deyapman sizga. Eshitib turing, mana siz o'zingiz unaqa anaqani o'g'lim mashinga oldim. Yo'q, hoshda ammo 135 millionga sotsam, u ol haqiqiy unchalik darajada siz bo'lmaydi. siz bunday demang. Hoshdaga men sizga aytyapman, bozorda ham 150 deb pastiga kirib qolsam olimi, bekorga bermasam ham o'g'il bola emasman. Shunaqa qilib shunday bozorga to'g'ri baravar olib chiqtirib beraman. Eshitib turing, 150 millionni pastida kirsa, hamma molimni bekorga beraman. Ammo tantilikka so'rasangiz sotaman. Ha, tantilikka so'rasangiz sizga sotaman. Bering Davlatjon, barakasi. Bering. Yo'q, 150 million sotaman. Qo'shingchi. Barcha so'rasangiz. Qo'shing, gapiring. Bitadi. Men 1 million qo'y. 135 millionga sotdim unchalik 1 million mana Bu narsa bor. Bu mashina ham 1 million gapirib qo'ydi. Men 1 million qo'shdim, o'zim beraman. Bering Davlatjon, oldiga yuryapti-ku. Sen gapirib oling bo'ldi. 137 million bor ekan. Bering, soting. Davlatjon. Men hoshda o'ziga o'xshab so'rasa Yo'q, sotaman. bo'ldi. Siz endi xo'p deng. Qo'y endi buni bitta narsa olaman. Siz Hoji tog'a mayda juda tashamadi-yu, butun gapiring. gapiring. Hoshda bitta Tashlaganda. Qarag'am, shunday so'rang-da. Mollar ko'taradigan xudo xolasa pulni. mana. Uchta molimiz. Cho'g'iyu. Mana uni bittasi. Shuni aytaman. Martga so'rayman, martga sotaman. 3 million. Qo'shning 140 qiling, men shopirman prosta. Mana molni olib borib beraman. Ichida hammasi o'sha 150 millionning ichida yo'q. Davlatjon. Endi siz 2 million pulni ko'rayotgan bo'laman. Nurullo 1-2 million emas, 13 million oxirgi bizdan 20 million o'tib berdim. Eshiting? Ha. 140 ga shunday so'raychi. Bering boshqalarga. 145 ga ham beradi. Davlatjon. Unadimi? 137 million so'radimi? Xursand bo'ladi, vosini ol, yog'och tomoni. Mana shu Hoji tog'aga o'xshab
Sizni ham yurishlik. Eshitib turing. Poshshosi kelsa ham 160 milliondan kamiga kelmayman. Dasturxonda o'tirdi, eshitib tur. U odam bilan gaplashib ham maza qildim, savdo qilib ham maza qildim. Molni pulida bas. O'shaning uchun Molni meni sotalmaydigan molim yo'q. Bu mol ololmay qolmaydi, avvalo Nurullo. Bu rizq nasib avvalo. Lekin 150 milliondan kamiga mashta hamma turganga bermayman. Lekin Hoji tog'a o'g'lim, sen qaytarib olib kelding, mash pulga berdi, o'zi boshqatdan so'rasalar, sotdim molni. Bo'lmasa qap o'ygan o'riz. Siz 137. Yo'q, bitta joyda turolmay, mardlik qiling bo'ldi. Ha, Siz polvonga demang. Gap olasizmi? Olasizmi, olmaysizmi? Siz gapiramiz. Siz qo'shavermang-da. Yo'q, siz gapiramiz. Mol sizniki. Anene bola, to'g'ri-chi? Gap Ularning polasiga yarashmaydi. gapir. Yo'q, Men sizga o'sha 1-2 million gapirmayman, mardligim bor. 5 million ham bering. Bunaqa tushganni qayerdan ko'rgansiz? Xardor qo'shmasdan oldin sotib tushib ketavergan. Palataga bo'ladi. Yo'q, aka 137 millionga olmoqchi. Ammo Hoji tog'aga berardim xolos. Bu ekoni evaziga u molingiz. Yaxshi bo'ldi ekan u. Yo'q, siz xo'pding. Aka, bitta moli, mashincha 15 ta molni olganingiz ichida patarga hisob 3 tasini savdo qilib olavering molimi. 3 o'rni ham kamiga yermayman 145 ta. Prosta tantilikka sizga xolos u. Bitta taytigu bilan mol. Bering. 137 million. to'yda o'zim bering. Bering yaxshi bo'ldi. Boshqa gapirsiz. Yo'q, yaxshi edi. Yo'q, boshqa gapirsiz. 25 million pul o'tib to'rdona molga. Kim o'tib Deb ochliklimchi o'tib beryapman xolos. Toshkentdan keldi. Toshkentdan qaytib keldi. Tog'dan siz O'shancha ta'tillik qilyapman Toshkentliklar ko'rsin shuni. kunda ko'rib shu odamga. Qimmat olib ketmaydi. 145 ga oling. Yo'q, yo'q, men Hoji tog'a 140 qiling, berdim turib Nurullo, 10 bitta molini oldi 140 ga bera olmayman, lekin 145 ga shu odamga beraman. 10 bitta mol sotib 15 ta qilib bera olmaysizmi? Bera olmaysizmi? Hop gapiring. Bor 138 million. Ha, bor sotdim. Bor baraka. Mana bular. Yelkechish bu. Ama sizga sotdim. Katta o'zagiz. Men as 1 million. Bunachilar mana Andijonga sotilgan mollarimiz 15 tasi bitta odamga sotilgan mollarimiz yuklanish jarayoni xudo xolasa. Unga bitta kattaroq olib Aralashtirib yuklanaveradi. Sekin chiqaraveringlar. Otabekga qarashing. Yuklanish boshlandi xudo xolasa mana. 3 ta mashinada bunisiga ham, bunisiga bo'zaychalarni ehtiyot qilib yuklab olib beramiz xudo xolasa. Bitta yuklanyapti. Mana bu ikkinchisi. Mana aziz obunachilar yuklanyapti. Chiroyli qilib, xudo xolasa egasiga sog' salomat qilib yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagisi 3-molimiz bu. O'n ular olib chiqish. Ha bu sekin ehtiyot qilib chiqaringlar, oyoqlashini bo'lmasin Ro'zmatjon. To'rtinchi molimiz, hurmatli obunachilar, juda baquvvat molimiz, qochib ketyapti bunisi. Obunachilar, mana bu bo'g'ozlar keyingi baraka bo'lgan bo'g'ozlardan. 5-molimiz bu, xudo xolasa. Bunisi 6-molimiz. Sigir buni bolasi bor. Hoş. Hoş. Sekin. Bu mashinamizga 7 tasi yuklandi. Zamonachilar. Xohlasa chiroyli qilib yuklanyapti. Zamonachilar mana ikkinchi mashinamizga yuklanish boshlandi, xudo xolasa. 8-molimiz bu. Mana hurmatli obunachilar, 9-molimiz yuklanyapti. 7 bo'g'ozimiz. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagisi 10-molimiz bu. Bunisi 11-si. O kelayotgani 12-si, xudo xolasa. Birinchisi. On ikkinchi molimiz. Ishlar mana 13-si bu, xudo xolasa.
Obunachilar mana 14-molimiz. 14-si. Mana 15-molimiz, xudo xolasa oxirgisi. Shuklanyapti. Bunisi ham. Mana bunisiga 8 ta yuklandi. Obunachilar mana bo'ziklarini alohida bitta mashinaga yuklab, ehtiyotlab olib beryapmiz. 15 ta mol olgan akalarimizni molini bolalari. Juda ehtiyotlab olib boryapmiz. Akamizdan olgandan keyin baraka topsin, ilohim. Tushyapti, xudo xolasa, bermaga yetib keldi. Tushyapti hammasi. 15 ta molamiz. Bu tarafda ekan. Hayot. Ha, yaqin bo'g'oz. Sekin sho'rib. To'g'riga tortib. Sakkiztaligi tushib bo'ldi, xudo xolasa. Fermaga yetib keldi. Birinchi mashinamiz. Ağdan gitti oğlum. Sekin. Bunu mahkamroq sho'rasiz. Yürüme tursan ayting. Qo'yavering tog'a. Oxiringiz. Mana xudo xolasa eson-omon kelib oldi egasiga. Endi bo'zaychalarni tushirib olsak. Bo'zaychalarimiz. Hayot arqonlab bayla olib. O'ralashib ketmasin deb. Svet bilan yopinglar. Qara. Kimda svet bo'lsa? Sekin. Hop, bayla beradi hammasini oldiga. Hammasini bolasi chetda. Arqoningda. Men Otabek. Peki. Hammasini bolalarning oldiga bayla alohida qilib joylab berib ketyapmiz, xudo xolasa. Mana hammasi 15 alasini olib keldik. Yetish bo'g'oz. Hammasini oldiga bolalari bilan baylab joylab berib ketyapti. Mana bo'g'oz. Savayskiy shveti. 15 alosi ham joylandi. Havas qilganlar uyda bundan da ko'p bo'lsin. Iloyim. Laglar bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.